Mana shu ko'rib turganingiz ozera va parkimizning hozirgi holati. Biz loyihachi jamoasi bundan 2 yil oldin bu park va ozeramizga taklif loyihalarini qilganmiz. Video davomida ko'rib o'tishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qiling. Shahrimizda shunday loyihalar qurilishini xohlaysizmi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Kimgaki shunaqa professional loyihalar kerak bo'lsa, loyihachi jamoasiga murojaat qiling va obuna bo'lishni unutmang.